Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alloh subhanahu wa ta'alaning madadi bilan sizlarman Ramazonga tegishli bo'lgan Xolid ibn Mahmud Jahoniy hafizahullohning kitoblarini darsga boshlagan edik. Alloh taolo nasib qilayotgan darslarni davomli qilsin. Alloh taolo bilmaganlarimizni Alloh taolo bildirsin, bilganlarimizga Alloh taolo amal qilishga tavfiq bersin. Bugun Jumadul Ulaning 1-kuni. Inshaalloh Sheyxning kitoblaridan Ramazonning fazilatlari haqida dars qilib ketgan edik. O'tgan darsimizda to'xtagan joyimizda davom ettiramiz. O'tgan darsimizda Payg'ambar alayhisalom Ramazonning birinchi kechasi kelganda jannat eshiklari ochib qo'yilishligi, jahannam eshiklari yopib bo'lishligi va shaytonlar kishanband qilishligini Payg'ambar alayhisalom aytdilar. Mana bu so'zlardan maqsad nima ekanligini qisqacha bir izohlagan bo'ldik. Jannat eshiklari ochilishligidan maqsad Alloh taolo mo'min bandalariga yaxshi ishlarni oson qilib qo'yishligi. Do'zax eshiklari yopilishligi Alloh taolo gunoh ma'siyatlardan bandalarni saqlashligi va shaytonlarni kishanband qilishligi, shaytonlarning vasvaslari va shahvoniy narsalar zinat qilib ko'rsatishdan ojiz bo'lib qolishligi deb aytdik. Mana to'xtagan joyimizda davom etib ketamiz. Vaqila yana aytiladiki, taslifu shayatinu fi Ramazon isharatu ila raf'i udri mukallaf, ka'annahu yuqalu lahu qad kuffat ash-shayatinu anka fala ta'talla bihim fi tarki ta'a wa la fi'l al-ma'siyah. Shaytonlarni Ramazon oyida kishanband qilinishligi mukallaf bo'lgan insonlardan uzunni ko'tarilishiga ishora. Mukallaf degani shariat nimani buyurgan bo'lsa, ana shu narsaga toqati yetgan insonlar aytiladi. Masalan, majnun odamlar mukallaf emas. Masalan, ahli bir joyda bo'lmagan odamlar mukallaf deb hisoblanmaydi. Mukallaf deganda ahli joyda shariat hukmlari hammasini qiladigan odamlar aytiladi. Endi Ramazon oyida deb aytayapti shuni. Ramazon oyida shaytonlar kishanband qilinishligi mukallaf bo'lgan odamlardan uzrni ko'tarilishiga ishora deyapti. Buni qanday mukallaf bo'lgan odamlardan uzrni ko'tarilishiga ishora desa, masalan, ba'zi odamlar Alloh taolo buyruq qilgan desa, shayton to'sqinchilik qilyapti deydi. Mana bu qilayotgan ishni shariatga xilof, buni tashla desangiz, shayton vasvas qilyapti deydi. Ramazon oyida shaytonlar kishanband qilinadi. Endi mana shu Ramazon oyida bahona qilayotgan odamlarga, mukallaflarga mana shu bahona qilayotganlar uzri ko'tarilishiga, uzri o'tmasligiga ishora bu deyapti. Ya'ni shaytonlar kishanband qilishligi. Shaytonni bahona qila olmas ekanda, shaytonlar kishanband qilinadi. Shuning uchun aytayaptiki, kanna yuqollar unga aytiladi deyapti. Qad kuffat shayatin ank. Sendan shaytonlar tiyildi, sendan shaytonlar uzoq bo'ldi. Ramazon oyi keldi. Fala ta'tala bihim fi tarki ta'a. Ya'ni shaytonlarni bahona qilib toatni tark qilishida bahona qilmagan deydi. Ya'ni shaytonlar bilan toatni tark qilishida bahona qilmagan deyapti. Yani Alloh taolo buyurlarni qilgin, shayton bahona qilmas. Ramazon oyida shaytonlar kishanband qilingan deb bir sarlavha keltiryapti. Vala fi'lu ma'siya. Ma'siyatni qilishida shaytonlarni bahona qilmagan deyapti. Endi Ramazon oyidan tashqari oyda qilayotgan bahona Ramazon oyida bu bahona o'tmaydi. Chunki shaytonlarni Alloh subhanahu va taolo kishanband qilib qo'yadi. Kishanband qilishligi ta'jizihim anil ig'voyi va tazyinil shahawat dedik. Shaytonlar kishanband bo'lishi qanday desa, musulmonlarni vasvas qilishidan va musulmonlarga shahvoniy bo'lgan narsa zinatni ko'rsatishdan ojiz bo'lib qoladi. Shaytonlarni kishanband bo'lishidan maqsad shu. Ramazon oyidan tashqariga qaraganda Ramazon oyida iblis va uning askarlari musulmonlarni vasvas qilishga va shahvoniy narsalarni zinatli qilib ko'rsatishga qodir bo'lmaydi. Yana bir sarlavhani zikr qilyapti. Kayfa nara ash-shurur wal ma'asi taqa'u fi Ramazon kathiran. Falau kanat ash-shayatin musaddifatu lama waqa'u sharrun. Aytayaptiki,
biz Ramazon oyida yomonlik va ma'siyat gunohlarni ko'p sodir bo'lganligini ko'ramiz deyapti. Haqiqatan shunday, Ramazon oyi kelsa shunday holatlar bo'ladi. Gunoh ma'siyatlar bo'lganligini ko'ramiz. Falau kanat shayatin musaddifatu. Agar shaytonlar kishanmand qilingan bo'lsa, lama waqa'u sharrun. Nima uchun yomonlik sodir bo'ladi deyapti. Mana shu savolga Sheyx javob beradi. Al-javob min awjah. Sheyx bir qancha tarafdan, bir qancha ko'rinishda mana bunga javob beradi. Birinchisi ahaduha, birinchi savolga javobi innama tughallu anis soimi as-sawm alladhi hufiza ala shurutihi va ru'iyat adabuhu. Birinchi savolga javob, ro'za tutuvchi inson ro'zani shartlariga to'liq amal qilsa, uni odoblariga to'liq amal qilsa, ana shu ro'za tutgan insondan shaytonlar kishanmand qilinadi. Yuqorida aytilgan kishanmand qilishdan maqsad nima ekan? Bu ro'za tutgan odamning o'ziga bog'liq. Ro'za tutgan odam ro'zani shartlariga, uni odoblariga rioya qilsa, shayton odamdan kishanlanadi. Amma ma lam yuhafiz alayhi fala yughallu an fa'ilihi shayatin. Ammo endi ro'zani shartlariga va uning odoblariga rioya qilmasa, shayton undan kishanmand qilinmaydi. Mana yuqorida bir savol qatorida yozib turibki, o'zi javob beryapti. Kayfa nara ash-shurur wal ma'asi taqa fi Ramazon kaseeran deb. Ramazon oyida gunoh ma'siyatlar ko'p sodir bo'layotganini ko'ramiz. Falau kanat ash-shayatin musaddifatu lama waqa'a sharrun deb. Agar shaytonlar kishanmand qilingan bo'lsa Ramazon oyida, nima uchun bunday gunohlar sodir bo'lyapti deb savol qator yozib turib javob beryapti. Mana javob hamda tushunarli bo'lsa kerak. Demak, ro'zani shartlariga, uni odoblariga to'liq muhofaza qilgan odam undan shayton kishanmand qilinadi. Ammo uni shartlariga, odoblariga rioya qilmasa ro'zani, shaytonlar undan kishanmand qilinmaydi. Ana shu Ramazonda gunohlarni ko'ryapmiz qilinayotgani degan odamlardan, demak, odamlarning ro'zasida bir kamchiligi bor. Masalan, ro'za tutgan odamlar shunaqa kamchilik bo'layotgan bo'lsa, demak, ro'zasida bir kamchilik bor. Gunoh, masalan, ma'siyatlar qilyaptimi, demak, ro'zasida bir kamchilik bor. Endi ro'za tutmagan odam o'zi ro'za tutmaslik o'zi katta gunoh. Ular gunoh qilayotgan bo'lsa, unda hech ta'jiblanmaslik kerak. Biz boshqa gunohlari emas, balki o'zi ro'za tutmasligi o'zi katta gunoh bo'ladi. Shuning uchun bu odamlar gunoh ma'siyatni Ramazon oyidan boshqa oyda qanday qilayotgan bo'lsa, Ramazonda ham shunday gunoh qilib yuradi. Alloh taolo saqlasin. Birinchi savolga javobni shunday javob berdilar. Al-thani, ikkinchisi la yalzimu min tasdifi jami' shayatin an yaqa'u sharru. لأن لوقوع الشر أسبابا أخرى غير الشياطين، وهي النفوس الخبيثة والعادات الركيكة والشياطين الإنسي. Ikkinchi, ana shu Ramazon oyida gunoh ma'siyatlar bo'lishligiga savolga javob beryapti. Shaytonlarning hammasi yomonlikni voqe qilishligi, shaytonlarning hammasi kishanmand bo'lishligi bu mumkin emas deyapti. Yomonlik qiladigan shaytonlar hammasi kishanlanishligi bu mumkin emas deyapti. Chunki yomonlik bo'lishligi boshqa sabablari bor. Ya'ni shaytondan boshqa sabablari bor deyapti. Shaytondan boshqa sabablar bor yomonlik sodir bo'lishligini. U nima desa, vahiya nufusul khabisa, yomon nafs. Shaytonning o'zidanla gunoh sodir bo'lmaydi insonga, balki yomon nafs taraflama ham insonning gunoh sodir bo'ladi. Shayton tarafidan ham gunoh sodir bo'lishi bor va nafs tarafdan ham gunoh sodir bo'lishi bor. Shuning uchun nufusul khabisa yomon nafs deyapti. Wal adatu rakika, yomon odatlar. Yomon odatlarda ham gunoh sodir bo'ladi. Va shayatinul insi, ya'ni insoniy shaytonlar tarafdan ham gunoh sodir bo'ladi. Masalan, bir inson do'stlari bo'lsa, do'stlari qanday bo'lsa, inson ham shunday bo'ladi. Do'stlar yomonmi? Demak, bu odam ham yomonlik tarafga qarab ketadi.
O'zini masalan aka tutgan akalar yomonmi? Demak, yomon tarafga ketadi. Uka tutgan ukalar yomonmi? Demak, yomon tarafga qarab ketadi. Faqat shaytonning o'zidan sodir bo'lmar ekan. Yomon nafs, yomon odatlar va insiy shaytonlar tarafidan bu narsa sodir bo'ladi. Sen a'udhu billahi minash shaytonir rojim desangiz, shayton sizdan qochadi. Ammo yomon do'stlaringiz bo'lsa, a'udhu billahi minash shaytonir rojim 10 marotaba aytsangiz ham siz oldingizdan yomon do'stingiz ketmaydi. Shuning uchun ba'zi o'rinlarda u shaytondan ham yomon bo'lishi mumkin. Alloh taolo mana shu qilayotgan darslarni davomli qilsin. Inshaalloh keyingi darsligimizda at-talis ana shu Ramazon oyida gunoh ma'siyatlar sodir bo'lishligi degan savolga javob berib ketyapti. Inshaalloh keyingi darsligimizda mana 3-savolga javob berganligidan boshlab ketamiz inshaalloh.